Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarım. Biz bugün Ukrayna ve Rusya o'rtasidagi bütün dünyadaki ko'pincha siyosatchilarning ve siyosiy tahlilchilarning 3. Dünya urushining boshlang'ichi deb qaralayotgan bu urushga bir nazar salaylik. Oldi bilan biz bu urush haqida to'xtalishdan burun Rusya ve Ukraynaning kuch temponligi haqida to'xtalib o'taylik. Rusya Ukraynaga hujum qilishdan burun biz Ukraynaga hujum qilsak bir haftaga qolgan vaqt ichida Ukraynani butunlay o'z changalimizga kirgizib olamiz, butunlay ishg'ol qila olamiz deb jar solgan edi. Vaholanki Xitoy tuproqlarining yer ko'lamining 2 hissasiga to'g'ri keladigan, dunyodagi eng cho'ng davlat bo'lgan, qurolliroq askariy va istixborot sohasida Xitoydan xeyli kuchli bo'lgan bu Rossiya muborak Sharqiy Turkiston tuproqlarining yermig'imi to'g'ri kelmaydigan kichikgina bir Ukrainadek davlatga tang kelolmasligi. Bu urushning shunchavala og'ir shartlar ostida bir oydan ortiq davomlashishi Xitoy va Rossiyaga o'xshash zolim tajovuzchilarning qanchalik g'aflat ichida uxlamay tush ko'rayotganligining dalil isbotidir. Mazlumlar har qancha ojiz bo'lsa-mu, adolat uchun kurash qilgan vaqtida hargiz zolimlarga bo'yin egmaydi va mag'lub bo'lmaydi. Zolimlar mikr qiladi, ammo Alloh subhanahu va taolo mikr qilguvchilarning eng kuchlikidir va eng xayrlikidir. Rossiyaning yer ko'lami dunyo bo'yicha eng cho'ng bo'lsa-mu, yanada noshukrlik qilib, kengaymichilik urush qo'zg'ash uchun O'rta Osiyoda, Chechenistonda, Qozog'istonda va Suriyada turli o'yinlarni o'ynab, oxiri navbat Ukrainaga kelgan vaqtida ko'zga ilmagan chumoq putqi sanchibdi degandek kichikkina bir davlat Rossiyani qon qustirishga boshladi. Rossiyaning eng yaqin va eng kuchli ittifoqdoshi bo'lgan Xitoymi o'z tuproqlariga to'ymasdan kengaymichilik urushi elib berish uchun turli o'yinlarni o'ynamoqda. Bu tajovuzchi zolim Xitoyningmi kuni nihoyatda oz qoldi. Xitoymi Tayvanda yoki Shanganda yoki biz o'ylamagan Afrika tuproqlarida burniga qattiq bir mushaydi va o'rnidan hargiz tura olmaydi. Hech bir zaman o'ylab baxmagan, hatto xiyolimizga keltirib baxmagan yaxshi fursatlarni Alloh subhanahu va taolo eng tez fursatda vujudga keltirishga qodir. Bu vaqtda hozirgi atalmish Xitoy chegaralarida, shu vaqtda hozirgi atalmish Xitoy chegaralari ichida Mo'ng'ullar, Sharqiy Turkistonliklar, Tibetliklar, Shanganliklar hatta Tunganlarmi mustaqil davlatlarni qurib o'zgur yashay oladigan bo'lishi mumkin. Bu vaqtda biz Xitoy tajovuzchilarining har bir qilgan qilmishlari, jinoyatlari, qotilliklari va tajovuzchiliklarining birdan hisobini olamiz va qisosimizni olamiz. Xalqarodagi siyosiy tahlilchilarning va kuzatuvchilarning aytishicha, Putinning Ukrainani ishg'ol qilish urushini boshlatishining sababi Rossiyadagi siyosiy kuchlarning Putinning diktatorligini oxirlashtirish uchun Putinni saxta istixborot va saxta ma'lumotlar bilan ta'minlash orqali Ukraina askarlarining va xalqining nihoyatda osonla taslim bo'lganligini aytib, bu urushga so'rab kirgan. Putin hozir Ukrainani tamoman ishg'ol qilolmay yoki chekinib chiqa olmay nihoyat qiyin ahvolda qolgan. Yevropa va Amerika ellari Rossiyaga qattiq embargo va jazo yurgizayotgan. Siyosiy tahlilchilarning aytishicha, Putin Patyakanda o'z taxtidan ayrilib, Ukraina va Rossiya qaytadan kelishim tuzishi mumkin ekan. Xi Jinping mo Putinga o'xshash diktator bo'lib, hatto Putindan necha hasiz zolim, qonxo'r va jinoyatchi bo'lib, Xitoyning ichida mo Xi Jinping qarshi kuchlar nihoyat ko'p bo'lib, Xitoy o'z ichida parchalanishi va yoki ruslarga o'xshash Tayvanni ishg'ol qilish urushi boshlatishi mumkin va yoki Hindiston bilan bir urush portlashi mumkin. Endi biz Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urushga qaytib kelaylik. Buningdan yillar burun Ukraina, Amerika, Yevropa va Rossiya o'rtasida bir kelishim tuzilgan edi. Ukrainaning yadro qurollari ishlab chiqarishdan voz kechishi va uning qarshiligida Amerika va Yevropa ellari Ukrainaning mustaqilligini qo'llaydiganligi. Ukrainaga biror dushman hujum qilib kelsa, Amerika va Yevropa ellari askar kiygizish va har xil og'ir tipli qurollar bilan ta'minlash orqali Ukrainaga yordam beradiganligi haqida kelishim tuzgan edi. Ammo bugun Rossiya Ukrainani ishg'ol qilish uchun urush boshlatgan paytda na Amerika, na Yevropa ellari, na NATO Ukrainaga yetarlik destek ve yardım bermedi. Ne qurolliroq jihatdan, ne askeriy jihatdan hech bir şekilde yardım bermedi. Faqatla yemek içmek ve yengil tipdagi qurollar bilan ta'minlash orqali Ukrainaga yardım berganligini, uningdan boshqa Rossiyaga har xil iqtisodiy embargolarni yurgizish orqali o'zining yardım berayotganligini o'tirib qo'ymoqda. Ammo Ukraina buni qat'iy yetarli deb qaramaydi. Ukraina va Ukraina xalqi Yevropaning, NATOning va Amerikaning har xil og'ir tipdagi qurol-yarog'larni kirgizish orqali va askar avatish orqali, urush aeroplanlarini avatish orqali Rossiyaga qarshi Ukrainaga yardım berishini qayta ta'kidlab
talep qilib kelmoqda. Ammo Amerika, Yevropa ellari va NATO Rossiyada yadro qurollari bo'lganligini bahona qilib, Ukrainaga yetarli yordam bermayotdi. Ya'ni dunyodagi ba'zi siyosiy ko'zqarash va ideyadagi eqimdagi insonlarning o'ylig'iga o'xshash Amerika va Yevropa ellari dunyoga adolat bilan hukm qilyotdi deb o'ylayotgan kishilar xatolashgan bo'ldi. O kishilar o'ylayotgan adolat, ya'ni Amerika va Yevropa ellari yadro qurol oldida bo'yin egdi. Bugun Ukrainaga o'xshash, Ukraina xalqiga o'xshash, o'zi bilan o'xshash ideyadagi, o'xshash inançdagi, o'xshash dindagi, o'xshash siyosiy ko'zqarashdagi va o'xshash millatdan bo'lgan Ukrainaliklarni yadro qurolini bahona qilib yolg'iz tashlab qo'ygan Yevropa va Amerika ellari biz Sharqiy Turkistonliklarning hurriyati, ozodligi va mustaqilligi uchun Xitoy tajovuzchilarining tajovuzchilik zulmidan qutulishi uchun qanchalik adolatli turishi mumkin, qanchalik bizni qo'llay olishi mumkin, bu masalalar haqida qattiq o'ylashimiz kerak. Bizning ashaddiy dushmanimiz Xitoy tajovuzchilaridimi Rossiyaninkiga o'xshashdan nurg'unlagan yadro qurollari bor. Uningdan boshqa Xitoy dunyo iqtisodiga qattiq ta'sir ko'rsatayotgan. Uningdan boshqa Xitoy fan texnika, elektronik va ishlab chiqarishda dunyoning o'smi xarakterlik bir kesiriga aylanib qolgan. Nurg'unlagan davlatlar Xitoydan ayrilolmas bir holatga tushib qolgan. Bu xil ahvol ostida bizning Yevropa va Amerika ellaridan umid tutishimiz, ular bizni mustaqil qilib qo'ydi, ig'ir tipdagi qurol-yarog'lar bilan askar kiyuvchi orqali bizning mustaqilligimizni qo'lga keltirib berdi degan xam xayolдagi uxlamay tushayotgan kishilar uyg'onishi kerak. Albatta biz Sharqiy Turkistonliklar har bir qadamimizda, muomalamizda, munosabatimizda Yevropa va Amerika ellari bilan o'z qimmat qarashlarimizni, o'z manfaatimizni qo'g'digan asosda muomala ilib berishimiz kerak. Ammo o'zimizni va o'zimizning taqdirini butunlay ularning changaliga tashlab berish ig'ir xatolik. Shuning uchun biz Sharqiy Turkistonliklar oldi bilan o'zimizni kuchlantirishimiz, nurg'un narsalarda o'rganishimiz, taraqqiy qilishimiz. Biz Sharqiy Turkistonliklar o'z ichimizdagi ichki jidallarni, arzimas talash-tortishlarni bir yoqqa qo'yib, Xitoy tajovuzchilariga qarshi Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun o'xshash liniyada birlikda harakat qilishimiz kerak. Ukraina va Rossiya masalasida yana bir turkum siyosiy tahlilchilar va analizchilar Amerika, Yevropa ellari va NATOning Ukrainani qurbon qilish badaliga Rossiyani yer chiltish, ojizlatish orqali Yevropa va Amerika ellari bilan ittifoq tuzishga majburlash, bu orqali Xitoy va Rossiya ittifoqini buzishni plan qilayotganligini aytib kelmoqda. Alloh subhanahu va taolo Rossiya va Xitoy o'xshash zolimlarning ittifoqini buzib, biz Sharqiy Turkistonliklarga o'xshash barliq mazlumlarning hurligi va mustaqilligiga erishishiga nasib qilgan. Oxirida dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Yevropa kalisi bo'yicha tafakkur qilgan qarindoshlarimizga shuni tavsiya qilmoqchiman. Ukrainada o'z davlatini qo'g'dash uchun Rossiyaga qarshi qurol ko'targanlar, urush qilganlar qahramon ataldi. Falastinda, Afg'onistonda o'z davlatini qo'g'dash uchun qurol ko'targanlar terrorist ataldi. Ukrainadan qochib chiqqan 3 milliondan ortiq Ukraina xalqi dunyoning hamma yerida mazlum, zulmga uchrag'ichi atilib, oldiga gul dastalarini ko'tarib qarshi elindi. Ukrainaliklar uchun haqsiz maktablar ochildi. Oyligiga 500 yevrodan turmush puli yordam berildi. Ammo bizga o'xshash o'z yurtlaridan, vatanlaridan ayrilishga majbur qilgan musulmonlar qochqin, vatan xoini va shuningga o'xshagan har xil til ahonatlarga uchrab, xorliqqa, yaklinishga uchrab keldi. Hatto uningdan boshqa ba'zi Yevropa ellarida o'zining xotin bola chaqalaridan ayirib etildi. Bu qandoq adolat? Bu qandoq insonlik? Bu qandoq axloq? Bu qandoq ayrimichilik va qandoq dunyo ko'z qarashi? Bu haqda barliq qarindoshlarimning Allohdan qo'rqishini, barliq mazlumlarga, zulmga uchrag'uvchilarga o'xshash muomala qilishini, ayrimichilik qilmasligini va o'z insonligini, vijdonini va axloqini tashrif berishini umid qilaman. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.